Mana tarvuzlar 2 ringgit mana shu 4 ta buni yeb 50 sent. 50 sent. Mana yarimta tarvuz 3,5 dollar narxi. Hurmatli tadbirkorlar, O'zbekistonlik tadbirkorlar hammasini ko'ringlar, xulosa qilinglar. Bu imkoniyatni mana davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanyapti va bular bilan iqtisodiy aloqalarni tiklagan holatda bularni darhol eksportga yo'naltirish kerak. Rossiyaga ketayotgan mahsulotlarni sifatini yuqori darajaga chiqarib, buni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq. 500 grammi 4,5 dollar. Katta kichikligiga qarang. Narxi demak 200 grammi taxminan 4 dollardan hisoblasak, 3 dollar. 3 dollardan hisoblasak, demak 15 dollarga boryaptimi? 200 grammi. 1 kilosi. 1 kilosini agar shunaqa holatda eksport qiladigan bo'lsak, 15 dollarga sotish imkoniyati bor bularga. Oddiygina o'zimizdagi plastik nimaga qilinsa, shunaqa chiroyli shaklda agar qadoqlanadigan bo'lsa, mana 25 qimmat. Bu olmami? Olma bu. Mana Apple yozib qo'ygan-ku, Apple. Bu 5 dollardan oshyapti, to'g'rimi? Sotilish narxi. 25 ringgitda. 5 dollar. Men o'sha miyam o'rgandim bunga. Mana 100 И necha gram bo'lyapti taxminan? 4 ta donasi deydigan. 5 ta donasi. 100 gram bormi? 150 gram. Yengil juda. Nahotki 1 kilogram olmani 50 dollar narxda sotish imkoniyati bor bo'lsa. We sell by Or packet. 1 kilogram? No, 8 pieces. We Ah, sell by pieces. pieces. Yeah, Yes, 8 pieces. O'xtay, o'zimizning uzunmi bu? Kilosi yo'q, Xitoyda Ha, Xitoyniki. Biznikini ham shunaqa bundan yaxshi. Mana marhamat yana bitta misol 24 dollar. 24 dollar. 24 dollarda. Bizni tadbirkorlarning mahsuloti nimasi kam? Biznikilar xuddi shunaqa qilib ishlasa, sotsa, Qadoqlasa. bular bilan hamkorlik qilsa bo'ladi. Xudo xolasa bular bilan kelishamiz. Qovoqlarimiz. O, qovoqlar nihoyatda yuqori narx ekan. 21. 21. 4 dollar, 5 dollarga yaqin narx. Mana bu zo'r ekan, qarang. Qarang. 5 dollarga yaqin. Yomg'ir birdaniga quydi. Hozir aytib turdim, bu Malayziyani tabiati o'ziga xos tabiat deb. Jala deymiz-ku bizning tilimizda, jala. Aynan shu jala quyapti. Albatta gulduros, chaqmoqlar hammani qamrab oldi. Ana. Jarangdor nimalar, eng qizig'i bilasizmi, aynan shu yomg'ir. Oh! Ana. Birinchi qarang. Azizlar, hozir Kuala Lumpur shahridagi eng yirik savdo tarmoqlaridan birida turibmiz. Mana ko'ryapsiz. Va bu yerda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bo'yicha rahbariyat bilan muzokaralar olib borish arafasidamiz. Shaharni o'rtasida ekan, o'ziga xoslik bor. Sharq davlatlariga xos va tropik davlatlarga xos bo'lgan iqlim, ko'rib turganingizdek, hozir yomg'ir yog'ish arafasida. Chaqmoq chaqyapti, sizlarga eshitilyaptimi yo'qmi? Chaqmoq chaqyapti va 1 daqiqadan keyin juda ham katta yomg'ir yog'ish ehtimoli katta. Bu demak savdo tarmog'ining nomi Rossiya Mart. Esta Rossiya Mart deb nomlanar ekan. Balkim 24 soat ishlash ehtimoli bor. Mana bu yerda 24 degan belgi turibdi. Assalomu alaykum.
Mana savdo tarmog'iga kirib boryapmiz. Rahbariyatimizni kutib oldi. Yes, correct. Can we start for this place? This corner is for agriculture. Mana shu bir minut ushlab turing oyog'imni. Ha, yo'q, mayli. The India. From India. Yeah. India. How can I say? They import the peanuts from Uzbekistan. Is it? Yeah. And they export to you. Wow, I see. I'm not sure about I propose you to import from direct Uzbekistan. This product Uzbekistan. Yo, bu Tushundim. Hindistondan olib kelishadigan. Ha. Tegi asli O'zbekistonda ishlab chiqarilgan demoqchisiz, to'g'rimi? To'g'ri olib keladi. How much this one? This bag? This is 49. This bag? Go back, yeah. It's about 2 kg. Mana azizlar, o'zimizning yer yong'oq bor yo'g'i taxminan bizning pulimizga $3 ziyod narx sotilyapti. 1 point. Bunu sakizledim. $3.20 to'g'ri kelsa kerak. To'g'ri aytdimmi? So'lamasdan. $3.2, yes? That's $1.5 bo'ladi. Hopini ham hisobga olish kerak lekin. Xarajat bu ham. O'zimizning tarvuzlar. This is local, yes? This price 1 pieces or kilogram? Ah, yes. This is from China. So watermelon is 349 per kg. Ha, 49 kg. 1 kilosi $1 yaqin ekan. Mahalliy hududda ishlab chiqarilgan ekan tarvuz. Lekin mazasi nihoyatda shirin emas, to'g'rimi? O'xshamaydi. The price is so the Bu yili tarvuz qimmatlabdi, yomg'ir yoqqani uchun. Ha. Qo'shyapti. Bu resmi. This is seedless, yes? Bu urug'siz, ichida urug' yo'q. Malayziya bozorida Yellow or red? Red. big red. Majority is red. Big. Forest yellow, very Yellow. strong red. Yes. Forest is red. So, Watermelon production in Uzbekistan very Yes, I heard. sweetly. When the ambassador gave me, he told us the story of on the high season is about 10 cents per kg. so your turnover sales per day with the vegetables And basically, approximately $100,000. Qoyil bitta mevani o'zida $100,000 bir kunlik savdosi bor ekan. Aynan shu bitta do'konni o'zimi yoki bularning nimasimi? Ha, 8 ta do'kon. Zo'r. line So it's about for $1 million per day for all those. $1 million per day for all those. Mana o'zimizning qalampirlar 1 kilosi taxminan $3 ga sal oshadigan narxlar. Turli yarimdorilar. Buni bilmadim. Bu qanaqa mevaligini ochig'i limon. Limonni bir qarindosh bo'lsa kerak, o'zimizning pomidorlar. Bu ham menga notanish bo'lgan qovoqlarimiz. O qovoqlar nihoyatda yuqori narx ekan. 21. 21. $4, $5 ga yaqin narx. Ben bir zo'r ekan qarang.
qarang, $5 yaqin. Oh, why is so expensive? Why? You see, our agency used 200 hectares and plant with good price. But if you will sell logistics, we can provide you by air flight. It's about $1 for PG. Air flight only. Yes. If the only pouring is 500, but if the price will be acceptable, we will give. This aeroplan, small party, 500, 300 kilogram every day. To'g'ri aytdimmi? Har kuni 300 kilo, 500 kilo samolyot orqali qilsak bo'ladimi? We have a direct flight from Uzbekistan to Kuala Lumpur. Passengers can provide you about 3 tons from Kuala Ha, unaqa deb turing. Mana bizani ajoyib nimalar. $1. Qulupnay taxminan $2 atrofida. O'rik. Necha gram ekan bu? Bu 500 gram. 500 gramı necha pul bo'lyapti? Bu ham bir $4. 19 ringgit. $5 ga yaqinda. $5 ga. Yo'q, 4,5 bo'ladi. Ha, to'g'ri yani. Bu yarim kilosi. Bu yarim Ha, kilo. demak $9 bo'ladi. Ha. 500 gramı $4,5. Kalbasasini so'raylik, kalbasasini. Shunaqa ham bor ekan. Bu ha, mana turkliyan olib ko'rib, bu bizani birinchi sortlarimiz. Bundan men uni bilaman, yaxshiroq tushunaman. Bundan to'g'risi so'vliga ortadi, faqat uni chiroyli qilib tuzoq Qadoqlash kerak. Necha gram bor yo'g'i? 200 gram plus minus mana shuni ichida. Narxi 200 gram. Ha. Endi birinchi sort suqqanimiz 100 gramida 100 gramda 8 ta 10 ta bo'ladi. 12 tagacha birinchi sort deyiladi. Hozir 200 gram nechta deb o'ylaysiz? Ko'rasiz, bu ikkinchi sortimizga ham tortadi, bundan qarasa. Katta kichikligiga qarang. narxi demak 200 gramı taxminan $4 dan hisoblasak, $3 dan hisoblasak, demak $15 ga boryaptimi? 200 gram. 1 kilosini agar shunaqa holatda eksport qiladigan bo'lsak, $15 ga sotish imkoniyati bor bularga. Agar $10 dan bersak, bizda ham hozir agar 45 mingdan o'rtacha hisoblaylik, mayli, endi undan arzon topish ham 45 ming bo'lsa, yurtlasi bilan teng yarimiga tushishi mumkin-da. $3 yo'qroq faqat sotsak ham. bularni talabiga javob beradigan qilish. Mana unaqa nima ham emas. Mana buni unaqa nima edi? Stofni tashlab ko'rsa tushunadi, unaqa nima ham. Juda ham jiddiy emas. Jiddiy, mana bularni ko'ryapsiz mana. Shu kelib turibdi mana. Bo'lib tashlagan. Ya unaqa yirik emas. Chiroyli. Popovga qilsa bo'ladi. Popovga ham murakkab emas. Lekin nok kelish kerak, bularga tanitish kerak-da. Lekin nok arzon ekan-a bu. Nok arzon deb o'ylaysizmi? $1,5. Ha, $1,5 qanchasi? 6 donasida. Ha, 6 don kilo emas, ha? Ha, kilodan qancha? Mana bu qimmatroq ekan. Olma bu. Ha, $2,5 taxminan dollar. Bu $3,5 ekan. Bir donasi. Don't 1 kilogram. This space. We sell by Or packet. 1 kilogram? No, 8 pieces. Ah, We sell by pieces. pieces. Yeah, Yes, 8 pieces. Japanese pumpkin. Muskat. Bu yerda ham mana qadoqlangan mevalar, mana bu yerda qarang, qadoqlangan qiziq ekan shakli. Bu ham qadoqlangan mevalar, to'g'rimi? Oddiygina o'zimizdagi plastik nimaga qilinsa, shunaqa chiroyli shaklda agar qadoqlanadigan bo'lsa, mana 25 qimmat, juda qimmat sotilar ekan, to'g'rimi? Ama 6 tane anaqa ashuna ochaylik. Oching. Juda mayda badam sochim o'zimiz 5 yil deymiz, kichkina. Bu olmami? Olma bu. Mana Apple yozib qo'ygan-ku, Apple.
Bu 5 dollardan oshyapti, to'g'rimi? Sotilish narxi. 25 ringgitda. 5 dollar. Men уже miyam уже ko'rgandim unga. Mana. И necha gram bo'lyapti bu taxminan? 4 ta donasi deydigan. 5 ta donasi. 100 gram bormi? 150 gram. Yengil juda. Nahotki 1 kilogram olmani 50 dollar narxda sotish imkoniyati bor bo'lsa. Malayziyadagi donalab olamiz olmani 50 sentdan 1 dollardan tushadi, ringgitdan tushadi donasi. Mana qarang, qiziq fakt, bizda juda qimmat bo'lgan kivilar juda ham arzon narxda va bizda arzon bo'lgan olmalar juda ham qimmat narxda. Ular местный Shaptolar. Tushundim. O'shani aytyapman-da, bu imkoniyatni ishga solish kerak. Mana tarvuzlar 2 ringgit mana shu 4 ta buni yeb 50 sent. 50 sent. Mana yarimta tarvuz 3,5 dollar narxi. Hurmatli tadbirkorlar, O'zbekistonlik tadbirkorlar, hammasini ko'ringlar, xulosa qilinglar. Bu imkoniyatni mana davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanyapti va bular bilan iqtisodiy aloqalarni tiklagan holatda bularni darhol eksportga yo'naltirish kerak. Rossiyaga ketayotgan mahsulotlarni sifatini yuqori darajaga chiqarib, buni yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq. Mana bu hozir trenddagi bo'lgan yapon uzumi hisoblanadi. Ko'rganmisizlar? Yarim kilo ekan. Yarim kilosi kilo. O'xtay, o'zimizning uzumi bu? Kilosi yo'q, Xitoyda Ha, Xitoyniki. Biznikini ham shunaqa. bundan yaxshi. Mana marhamat, yana bitta misol. Xitoy qizil uzumi yarim kilo upakovka qilingan 500 gram. 100 ringgit. 24 dollar. 24 dollar. 24 dollarda. Bizni tadbirkorlarning mahsuloti nimasi kam? Mana qarang, o'sha ko'kalanib ham ketgan. Bizkilar xuddi shunaqa qilib ishlasa, Qadoqlasa, hamkorlik qilsa bo'ladi. Xudo xolisa bular bilan kelishamiz. Because of transportation, before it was 5 years ago it was 4 ringgit. But now why the logistics? Why? Xo'p, demak bu yerda sabzavotlar, bizga tanish bo'lgan kartoshkalar, bizga notanish bo'lgan kartoshkalar, demak bu menimcha ildizlar bo'lsa kerak, qaysidir mahsulotlarni. Men uchun ochig'i umrimda birinchi ko'rayotgan mahsulotlar. Uni nomini ham bilmayman. Endi bu faqat ko'rish uchun, qiziqish uchun, chunki buni qanaqadir ovqatlarga qo'shiladigan mahsulotlar. Men bilan umuman notanish bizga mahsulot. Ildizlar. Ildizlar-da, to'g'rimi? Yesa bo'ladigan ildizlar. Sabzi taxminan 3 dollar. 3 dan sal qimmatroq narx, sotilish narxi. Bu ham menga mutlaqo notanish. Petola ular deb nomlanar ekan. Mis Petola Ural. Bunisi Petola bor yo'g'i. Bu bodringni bir turi bo'lsa kerak. Bilmadim. Hech notanish mutlaqo. Lekin ancha yengil ekan. Baqlajon 1,5 dollar. Bu dukkakli mahsulotlar, mosh, loviya kabi dukkakli mahsulotlar. Ko'proq ovqat qilishga ishlatiladi. Taxminan 4 dollar atrofida. Bizning pulimizga bir 50 ming so'm atrofida. Bodring, o'zimizda bodring narxi anchagina qimmat. Yo'q, qimmat emas ekan. 1 dollardan sal arzonroq. 9 ming atrofida narximizga. Bu yerda o'sadigan, o'zini ishlab chiqargan mahsulotlari Tailanddan keltirilgan ekan. Qalampir, pastda quritilgan qalampirlar. Bu kivi kabi mahsulotlar. But the standard is like this. But this is Kolbasasi bormi bularning kolbasasi? what about the sausage? Are you using sausage? Yeah, you use that also. But big one, small, Ours requirement for customer. Regular small.
kichkina deydi. Qo'raylik manda nima bordi katalog She is ko'rsatamiz. representing the big company for producing 100 halal meat Yes, sausage, yes. but big size, small also. Yes. Maybe see. Malaysian public purchase this product. Mana hozir go'sht mahsulotlariga qarab ketyapmiz. Go'sht va sut qayta ishlangan mahsulotlar yaxshigina narxda sotilar ekan bu yerda. Lekin kam xarid qilinar ekan. Mana nimalari. Okay, good. This price. Is the box, this is 18 ringgit Yes. per unit. This is for the box. Faqat sosiska ko'rdim men bu yerda. Mana narxlar o'zimizdagi kolbasa mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilar uchun narxlarni men ko'rsatyapman. Ko'rib olishinglar mumkin, yaxshigina narxlar. 200 ringgit degani taxminan $50 degani. This price product kilogram or The packet, No, by packet. no, By this. packet. This is by carton. kilogram? No, we go by grammage. Normally we go by this. There's a weight, 540 grams. Then this is the single price. This one is the box price. Box. Yeah. 10 pieces. 10 pieces, 10 yeah, pieces. for Okay, wholesale. okay. So every item we have two prices. Yes, I One is understand. for unique and one for wholesale prices. Just a minute. Catalog. Only see. Tomorrow contract. Halal certificate, yes. Everything is here. Yes. This is the big one, huh? Yes, big one. And small 500 gram and 300 gram. I see. Small. Okay. Tomorrow exposition. Okay. Testing. All right. Okay. Okay, no problem. I'll get people to go and check. Okay. Uzbekistan 5 big company production meat production. Every my association maybe cooperation your company. Mana bu yerda o'zimizni muzqaymoqlar. Ice cream production with my friend is fabric in Uzbekistan. And ice cream, meat production, and confectionery production. Every my friends, business, social business is Uzbekistan. I know every. Excuse me. Mana bu yerda o'zimizni pomidor, lekin mazasi juda ham sust, kapusta, karam, rangli karam va boshqa mahsulotlar. Bu gul karam $16, 16 ringgit. Bu taxminan $3 da $3.20 atrofida. O'z karam bu yerda kichik pomidorlar cherry deb nomlanadigan kichik pomidorlar. Bu sariq rangligisi. Demak bu kichkinagina, demak bu taxminan 330 grammi 4,5. Bu taxminan bitta donasi $1 atrofida, 10 ming so'm atrofida. Baliq mahsulotlari.
va lekin baluvchilik ham yaxshigina rivojlangan bizda hozir. Tabasco, Dakshan. Ya. Bu dengiz mahsulotlari ekan, juda ajoyib qiziqarli. Mana bu qisqichbaqani ko'ringlar, qisqichbaqani. Mana bu akulani go'shti ekan. Bizi akula odamlarni yerdi, bular akulalarni yeyishar ekan. Menimcha bu yerda Xitoyliklar juda ham ko'p ekan, balkim Xitoyliklar buni tanovul qilsa kerak. Mana baliqlar yaxlatilgan, turli tuman baliqlar. Menga o'sha boshidagi qiziq bo'ldi. Hozir yana ko'rsataman qaytarib sizlarga. Mana bu krevetka, oddiygina krevetka. Narxi taxminan 40 ming so'mlar atrofida 1 kilosi. Krevetkalarning turlari, kichkinalari ham bor ekan. Bu arzonroq ekan, nisbatan 11. Bu yerda demak mana bu aytgan qisqichbaqam. Eng qiziq fakt shu, bu yerda 10 dona sotgan odamga yaxshigina kelishtirib berilar ekan. Ya'ni ulgurji savdo ham aynan shu joyda amalga oshirish imkoniyati bor ekan. Ya'ni agarda kichikroqdagi do'konlar bo'ladigan bo'lsa, shu mahsulotlarni ulgurji narxda sotib olib, o'zini do'konlarida bemalol sotish huquqiga ega ekan. Albatta bu yerda soliq mexanizmlari ham ishlasa kerak. O'sha soliqlarni to'lab, qonuniy ishlashga imkoniyat bor. Shuning uchun ham darhol aytyapti, 10 dona sotib olgan odamga imtiyozlar, ya'ni narxlarni kelishtirib berilar ekan. Mana bu yerda qassobxonaga keldik. Juda ham ko'plari tovuq go'shtini tanovul qilishar ekan, baliq ko'p yeylar ekan, lekin go'sht anchagina qimmat. Mana narxlarni ko'rsatishim mumkin. Taxminan 20 dollardan sal ziyodroq narxdan va 45 10 dollar atrofidagi ham bor ekan. 20-10 dollar atrofida. Eng qizig'i go'shtni qayerda kesilishiga qarab narx belgilanar ekan. Tuxumni demak 30 donasi 2 dollaru 20 sent, 30 sent atrofida. Bu yerda yana tovuqlar, go'sht mahsulotlari yaxlatilgan. Mana tovuqlar, nimalar bilan, tuyoqlar bilan ekan. Baliq yaxlatilgan, qadoqlangan shaklda. Bu menimcha afsus vaqtimizni juda ham ziq. Har bittasi bo'yicha yaxshigina ma'lumotlar berish imkoniyati bor edi, lekin biz hali muzokaralar olib borishimiz kerak va mahsulotlarni tamoyillari, ya'ni bular bilan savdo aloqalarini tiklash bo'yicha muloqot qilishimiz kerak. Shuning uchun hammasi haqida bafurja gapirish imkoniyatimiz ega emasmiz, lekin o'ylashimcha ma'lumotlar kerak bo'ladi sizlarga. Mana qadoqlangan mahsulotlar. Bu soha O'zbekistondagi ishlab chiqaruvchilar uchun juda ham katta imkoniyat. Chunki qadoqlangan shaklda agar kerakli darajadagi mahsulotlarni agar konserva qiladigan bo'lsanglar, uni narxi keskin bir necha barobar ko'payib ketadi. Va ularga sertifikat olishda muammo bo'lmaydi. Bitta agar sertifikat oladigan bo'lsanglar, bu mahsulotlarni muntazam eksport qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Bu Malayziyaning o'ziga xos mahsulotlari. Shu yerda o'sadigan har xil o'simliklar, shifobaxsh o'simliklardan tayyorlanadigan ovqatga qo'shiladigan qo'shimchalar va shu kabi mahsulotlar. Mashhur aktyor bo'lsang yoki mashhur aktyor anaqa bo'lsang, shunaqa firmalar bor, o'zi mahsulot chiqaradi,
lekin sen borib aytasan, men aktrisaman, menga brend chiqarib bering deb. Mana bu aktyor brend chiqargan. Lekin buni professionallar chiqargan. Lekin buni nomidan sotiladi, mana bu ishni ko'rsak. Odamlar mana odamga qiziqib ham olarganda. Mahsulot. Afsus, bizada shunchalik mashhur aktyorlarimiz faqat shov-shuv bilan ovoralar, to'g'rimi? Bularda mana aktyorlar ishlab chiqarishga ham ko'p ta'sir qiladi Zo'r, shu biznesga. Mana burchak ko'rdingizmi? Celebrity degani Mashhurlar degani. mashhurlar This is free of charge for them or pay? Free. Tekinga berar ekan joyi. Zo'r. Good. This good idea. Every of our outlet, we will have a corner for them. Is it obligation from the government? It's our commitment to the celebrity. Because this is one of our shareholder partner in our group is one of number one actor in Malaysia. Bu aktyor o'zi aktyorga ham bu kompaniyada do'lasi bor ekan. Shuning uchun mani mahsulotlarni sotib olsa boshqarishlarga ham imkon berilgan ekan. This product technology only Malaysia or Otter only Malaysia. Mana eshitdinglar qadrli do'stlar, bu tamoyil, bu yo'nalish aynan aktyorlar va mashhurlarni nomidan mahsulotlarni sotish aynan Malayziyada yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan. Biz ham rivojlanish yo'lidan ketayotgan ekanmiz. Biz ham buni amalga oshirsak arziydi, azizlar. Demak, mashhur aktyorlar, xonandalarga ham tavsiya, biror bir mahsulot ishlab chiqaradigan kompaniya bilan hamkorlik qilsangiz va sotuv, demak, tarmoqlaridagi do'stlaringiz bilan aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, Malayziya tajribasini qo'llagan holatda O'zbekistonda ham aynan shu yo'nalishda ish qilsak arzirkan. Chunki bu yerda o'ziga xos mas'uliyat ham bor. O'sha aynan ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni agar mahsulotlar sifatsiz bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha mashhur aktyor ham gap eshitadi. Shuning uchun bu mas'uliyatni oshirish yo'lidagi va mahsulotlarni sotish yo'lidagi yangi qadam desak mubolag'a bo'lmaydi. Bring you the professional lecture. You know, that's 1, 2, 3, 4. Killing the meat. He's not better. Yaxshi qo'yolmas ekan dedi. Qiynayapti molni go'shtini. Kesib. Burada yo'q qo'ysak yaxshi. Yomg'ir birdaniga quydi. Hozir aytib turdim, bu Malayziyani tabiati o'ziga xos tabiat deb. Jala deymiz-ku bizning tilimizda, jala. Aynan shu jala quyapti. Albatta gulduros, chaqmoqlar hammani qamrab oldi. Ana. Jarangdor nimalar. Eng qizig'i, bilasizmi, aynan shu yomg'ir. Aynan shu yomg'ir 1 soat, 2 soatdan keyin mutlaqo bu yomg'irdan asar ham qolmaydi. Suvlar hammasi joy-joyiga ketadi. Mana ko'rib turganingizdek, suvlarni oqib ketish mexanizmlari nihoyatda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Yam-yashil olam. Yangi dunyo. Mana ofisga kirib kelyapmiz. Sri Ternak kompaniyasini ofisidamiz. Mana muzokaralar boshqarib. Thank you. Yo'q o'tiramizmi? Bo'ldi. So I am the man who is need your support and who will be very important for your business. You can ask me what's the link between the quarantine and plant protection and exporting operations. Tomorrow opening ceremony, it will be held on 10 a.m. and we will start about 10:30 a.m. in Paradigm Hall. So you will be one of the best our guests. Of course, we want to export to the world. And not only for but it's not big enough for us because a big world is selling to the neighboring country with cheap price. We are
Kraskani o'zimi yo qora qilmaymi?